Uni tiriklayin yer ostiga ko'mishdi. Tobutda ham emas, dafn marosimida ham emas va bu tasodif ham emas. U hali nafas olayotgan paytda qo'lbolaga yasalgan quti ichiga solingan va ustidan turpoq tashlangan. 3 kundan ko'proq vaqt davomida esa hech kim uni qayerdaligini bilmagan. 1968-yil dekabr, Atlanta shtati, Jorjiya shahri. 20 yoshli Barbara Mekl Emory universitetida o'qirdi. U boy ko'chmas mulk tadbirkori Robert Meklning qizi edi. O'sha paytda Barbara Hong Kong grippi bilan kasallanib qolgan va kampusda qolishga holi yo'q edi. Shuning uchun onasi bilan Floridaga uyga qaytib, Rojdestvo ta'tilini oilasi bilan o'tkazmoqchi bo'lgan. Bu oddiy tun bo'lishi kerak edi. Ammo aynan o'sha kecha Barbara yer ostida g'oyib bo'ldi. Tungi soat 4 atrofida motel xonasi eshigi taqilladi. Barbara va onasi Atlanta tashqarisidagi kichik ko'l bo'yidagi motelda tunab qolishgan edi. Eshik ortidan bir erkakning ovozi eshitildi. U dahshatli avtohalokat bo'lganini aytdi. Barbaraning onasi vahimaga tushdi, chunki o'sha kecha Barbaraning yaqin do'sti ularni ko'rib ketgan edi. Onasi o'sha bola avtohalokatga uchragan bo'lishi mumkin deb o'yladi va eshikni ochdi. Va bu uning hayotidagi eng katta xatosi edi. Eshik ochilishi bilan ikki niqobli odam xonaga bostirib kirdi. Ulardan birining qo'lida qurol bor edi. Erkak Gary Steven Christ ismli qochqin mahbus edi. Yonida esa uning sherigi Ruth Eshman sher edi. Bir necha soniya ichida Barbaraning onasi bog'lab qo'yildi va hushsizlantirildi. Barbara esa qurollangan begona odamlar xonani egallab olganini dahshat ichida kuzatib turardi. Keyin qurol unga qaratildi. Unga o'g'irlab ketilayotganini aytildi. Barbaraning pijamasi ustidan palto kiygan holatda tashqariga olib chiqildi va mashinaga majburlab o'tkazildi. Hech kim uning chiqib ketganini eshitmadi. Hech kim mashina qorong'ilik ichiga yo'qolib ketganini ham ko'rmadi. Bir necha soat davomida jinoyatchilar Atlanta tashqarisidagi odam kam yuradigan yo'llardan yurishdi. Barbara mashina ichida qo'rquv ichida yotar. Ular nima reja qilayotganini tushunmasdi. Keyin mashina to'xtadi. Ular uni qorong'i daraxtlar bilan to'la hududga olib kirishdi. Avvaliga Barbara uni o'ldirishadi deb o'ylardi, ammo keyin u bundan ham qo'rqinchliroq narsani ko'rdi. Yerga qisman ko'milgan quti, qutining ichida esa kichik batareyali chiroq, suv, ovqat va yer yuzasiga chiqarilgan plastik trubkalarga ulangan havo tizimi bor edi. Shunda Barbara haqiqatni anglab yetdi. Ular uni tiriklayin ko'mmoqchi edi. Jinoyatchilar unga sovuqqonlik bilan tushuntirishdi. Otasi $500,000 to'lov puli bermaguncha u yer ostida qoladi. Keyin uni qutining ichiga kirishga majbur qilishdi. Barbara keyinchalik aytishicha, joy shunchalik tor ediki, u deyarli qimirlay olmasdi. Qopqoq yopildi. Keyin esa u umr bo'yi unutolmaydigan ovoz boshlandi. Turpoq ovozlari. Belkurak bilan tashlangan turpoq uning yuzidan atigi bir necha santimetr tepada. Ovoz tobora og'irlashdi, keyin birdan hammasi jim bo'lib qoldi. Barbara butunlay yer ostida edi. Na yorug'lik, na harakat va na kimdir uni tirik topishiga ishonch. Yer ustida esa jinoyatchilar uning otasi bilan bog'lanib $500,000 talab qilishdi. 1968-yil uchun bu ulkan summa edi. FBI qidiruvi boshlandi, ammo Barbara hamon yer ostida edi. Soatlar o'tdi, kunlar o'tdi. Quti ichi issiq va nam bo'la boshladi. Devorlarda namlik yig'ildi. Har bir tovush qo'rqinchli tuyulardi. Tepada yog'ayotgan yomg'ir, turpoq ichidan kelayotgan terbanishlar, osmonda uchayotgan samolyotning shovqini. Ba'zan Barbara qutqaruvchilar yaqinlashayotgandek o'ylardi, keyin tovushlar yo'qolardi va yana sukunat qaytardi. Bu orada jinoyatchilar xato qila boshlashdi. Birinchi to'lov almashinuvida politsiya yaqinlashib qoldi. Ular vahimaga tushib qochishdi. FBI ularning mashinasini topdi. Ichidan soxta hujjatlar, suratlar va George Deacon ismiga bog'liq dalillar chiqdi. Keyin tergovchilar bu ism ortida aslida Gary Christ turganini aniqlashdi. 20-dekabr kuni Barbara 3 kundan ko'proq vaqt yer ostida yotgandan keyin Christ FBI bilan bog'lanib ko'milgan joy haqida noaniq yo'l-yo'riq berdi. 100 dan ortiq FBI agenti o'sha hudud yaqinidagi o'rmon hududiga tarqaldi. Ular belkurak, tayoq va hatto qo'llari bilan yerni kovlashdi. Hech kim Barbara hali tirikmi yoki yo'qmi bilmasdi. Keyin bir agent turpoq ostida tovushlar eshitildi. Yer ochildi. Turpoq ostidan esa qanaqadir quti topildi. Turpoq ko'tarilganda Barbara Mekl 80 soatdan ko'proq vaqt yer ostida yotgandan keyin kunduzgi yorug'likni ko'rdi. U tirik edi. Suvsizlangan, holdan toygan, ammo tirik. Keyinchalik undan qanday qilib ruhiy jihatdan chidaganini so'ralganda, u shunday degan: u o'zini Rojdestvoni oilasi bilan o'tkazayotganini tasavvur qilgan va tirik chiqmasligiga ishonishga o'ziga ruxsat bermagan. Gary Christ umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi, ammo atigi 10 yil o'tib shartli ozodlikka chiqdi. Keyinchalik u tibbiyot maktabida o'qidi, shifokor bo'lib ishladi va yillar o'tib yana jinoyat ishi bilan hibsga olindi. Ammo bu ishda odamlarni eng ko'p eslab qoladigan bitta narsa 20 yoshli qiz yer ostida tor quti ichida to'liq qorong'ilikda yolg'iz yotgan. Tepada esa hayot davom etayotganini eshitgan va ichida faqat bitta savol bo'lgan: meni topishadimi yoki allaqachon unutishdimi?